Assalomu alaykum. Bugun biz zamonaviy logistikada sun'iy intellektning o'rni haqida gaplashamiz. Bugungi kunda logistika sohasi tezlik, aniqlik va samaradorlikni talab qiladi. Sun'iy intellekt esa katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilib, eng to'g'ri qarorlarni tavsiya etadi. Masalan, AI transport yo'nalishlarini optimallashtirib, vaqt va yoqilg'i sarfini kamaytiradi. Omborlarda esa mahsulotlarni saralash, joylashtirish va nazorat qilish jarayoni ancha tezlashadi. Sun'iy intellekt talabni oldindan prognoz qilib, ortiqcha yoki yetishmaydigan zaxira muammosini kamaytiradi. Kechikishlar, tirbandliklar yoki uzilishlar kabi xavflar ham oldindan aniqlanadi. Bizda Janubi-Sharqiy Osiyoda uzilish bor. Men buni tekshiraman. Natijada mijoz buyurtmasining qayerdaligini aniq biladi va xizmat sifati oshadi. Bu esa kompaniyalarga operatsion xarajatlarni kamaytirish va foydadorlikni oshirish imkonini beradi. Eng muhimi, sun'iy intellekt inson qarorlarini tezroq, aniqroq va ma'lumotga asoslangan qiladi. Demak, zamonaviy logistikada sun'iy intellekt nafaqat qulaylik, balki raqobat ustunligini ham yaratadi.